Mehnat qilishda nogironligi bor insonlarning huquqlari va imtiyozlari. Sen mehnat qilishda qonunda belgilangan imtiyozlaringdan foydalanishing mumkin. Mehnat kodeksining 425-moddasiga ko'ra, rahbar sen bilan mehnat shartnomasi tuzmasligi yoki shartnomani bekor qilishi mumkin emas. Tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi xulosasiga ko'ra, sen sog'lig'ing sababli ishdagi vazifalarni qila olmasang, ishdagi vazifalar sen va boshqalar sog'lig'i uchun xavfli bo'lsa, rahbar seni ishga olmasligi yoki mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin. Masalan, shifokorlar guruhi sening sog'lig'ing sabab o'qituvchi bo'lib ishlash mumkin emas deb topsa, rahbar seni ishga olmaslikka haqli. Mehnat kodeksining 143-moddasida nogironligi bor ishchi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish qoidalari belgilangan. Rahbar seni bo'sh ish o'rniga sening sog'lig'ing, sening roziliging bilan ishlashing mumkin bo'lgan ishga olishi shart. Masalan, ishchi qandaydir sabab bilan nogiron bo'lib qolsa, rahbar ishchini ishdan bo'shatmasdan osonroq ish berishi kerak. 143-moddaning 2-qismiga ko'ra, ishchi taklif qilingan osonroq ishni rad etsa, rahbardan sening sog'lig'ingga mos ish bo'lmasa, rahbar ishchi bilan tuzilgan mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin. Bunday hollarda sen bilan mehnat shartnomasini bekor qilinganda kafolatli to'lovlar to'lanadi. Sen bilan mehnat shartnomasi bekor qilinganda 2 xil kafolatli to'lovni olishing mumkin. Birinchi kafolatli to'lov Mehnat kodeksining 100-moddasiga ko'ra, sen shifokor xulosasiga ko'ra osonroq ishga o'tishni rad etsang yoki rahbarda sen uchun oson ish bo'lmagani sabab mehnat shartnomasi bekor qilinsa, ish topguningcha sening 2 oylik ish haqqing to'lab berilishi belgilangan. Agar sen mehnat shartnomasi bekor qilingandan keyin 30 kun ichida bandlikka ko'maklashish markazidan ish qidirayotgan inson sifatida ro'yxatdan o'tib, bu haqida ma'lumotnomani ish joyingga bersang, 3-oy uchun ham oylik olishing mumkin. Ikkinchi kafolat Mehnat kodeksining 173-moddasiga ko'ra, senga ishdan bo'shatish nafaqasi to'lanadi. Ma'lum sabablar, seni sog'lig'ing sabab boshqa ishga o'tishni rad etish yoki rahbarda senga mos ish yo'qligi kiradi. Ishdan bo'shatish nafaqasi miqdori seni oxirgi ishlagan joyingga qarab beriladi. Ishdan bo'shatish nafaqasining miqdori 3 yilgacha ishlagan ishchilar uchun o'rtacha oylikning yarmidan, 3 yildan 5 yilgacha ishlaganlar uchun o'rtacha oylikning 75%dan, 5 yildan 10 yilgacha ishlaganlar uchun o'rtacha oylikning 100%dan, 10 yildan 15 yilgacha ishlaganlar uchun o'rtacha oylikning 150%dan, 15 yildan ko'p ishlaganlar uchun o'rtacha oylikning 200%dan kam bo'lishi mumkin emas. Masalan, sen bilan mehnat shartnomasi yuqoridagi sabablar bilan bekor bo'lmoqda. Sen 12 yil ishlagansan. Sening o'rtacha oylik ish haqqing 5 million so'm. Bu vaziyatda senga to'lab beriladigan ishdan bo'shatish nafaqasi miqdori 7 million so'mni tashkil etadi. Mehnat kodeksi 167-moddasiga ko'ra, tashkilotga texnologiya va ishlab chiqarishdagi o'zgarishlar sababli qisqartirish kelganida birinchi bo'lib ishga qoldirishga doir imtiyozli huquq malakasi va mehnat unumdorligi yuqori bo'lgan ishchilarga beriladi. Masalan, tashkilotga 3-4 ta ishchining ishini qiladigan yangi uskuna keltirildi. Bu vazifani bajaradigan ishchidan ishdan bo'shatish kerak va faqat bitta ishchi qolishi kerak. Bunda eng tajribali ishchi qolishi mumkin. Agar ishchilarning tajribasi bir xil bo'lsa, 167-moddaning 2-qismida ba'zi toifadagi ishchilarga yengilliklar berilgan. Yengillik beriladigan ishchilar toifasiga kiruvchilarga o'sha tashkilotda ishlash vaqtida nogiron bo'lgan yoki kasb kasalligiga uchragan insonlar va nogironligi bo'lgan insonlar kiradi. Agar ishda yaxshi ishlasangina, senda nogironlik borligi ish o'rningni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. Mehnat kodeksining 360-moddasiga ko'ra, sen bilan mehnat shartnomasi tuzilayotganda va ishlayotgan vaqtingda shifokor ko'rigidan majburiy o'tkazishlari kerak. 426-modda. Sen har yili majburiy shifokor ko'rigidan o'tishing kerak. Sening majburiy shifokor ko'rigidan o'tish xarajatlaringni rahbar to'laydi. Mehnat kodeksi 427-moddasiga ko'ra, senda 1 va 2 guruh nogironligi bo'lsa, sen haftada
36 soatdan ko'p ishlamasliging kerak. Senda birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lsa, sen uchun ish vaqti shifokor guruhining tavsiyasiga qarab belgilanadi. Lekin sening ish vaqting davomiyligi 6 kun ishlasang, bir kunda 6 soatdan, 5 kun ishlasang, bir kunda 7,5 soatdan ko'p bo'lmasligi kerak. Masalan, senda ikkinchi guruh nogironligi bor va sen haftada 5 kun ishlaysan. Bunda sen bir kunda 7 soat 30 daqiqadan ishlashing kerak. Seni faqat o'z roziliging bilan xizmat safariga yuborishlari, tungi vaqtda ishlatishlari, ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish va ishlamaydigan bayram kunlaridagi ishlarga jalb qilishlari mumkin. Agar sen uchun bunday ishlarga shifokorlar guruhi tomonidan ruxsat berilgan bo'lsa, ishlashing mumkin. Agar tibbiy ijtimoiy ekspert komissiyasi tavsiyasida yuqoridagi hollarda ishlashing mumkin emasligi yozilgan bo'lsa, sen rozi bo'lsang ham ishlashing mumkin bo'lmaydi.